Agar Alloh sizni o'z uyiga chaqirsa, sizga butun dunyosi qarshi chiqsa ham, butun odamzod, maxluqot mavjudotlari qarshi chiqsa ham foydasi yo'q. Baribir Alloh uyiga borasiz. Mana bu libiyalik Amir ismli yigit Allohning qudratiga shak shubhasiz bir misol bo'la oladi deb o'ylayman. Amirni ham Alloh o'z uyiga chaqirdi va haj safariga otlandi. Barcha tayyorgarliklarni ko'rdi va aeroportga kelgan vaqtda hujjatlaridan biroz kamchilik chiqib, xullas reysdan qolib ketdi bu yigit. Reysdan qolib ketdi va unga aytishdiki, sizni reysingiz qoldirildi, ya'ni samolyot uchib ketganligi uchun sizga boshqa kunga bilet qilamiz, shuning uchun uyingizga qaytib ketishingiz mumkin deb bunga aytishgan aeroport. Va bu yigit uyga ketish xohlamagan va aeroportda duo qilib, Alloh meni chaqirgan deb aeroportda o'tiravergan. Tushunyapsizmi? Va Alloh qudratini qarangki, samolyotda texnik nosozlik uchrab, qaytib qo'ngan. Tushunyapsizmi? Qo'ngan samolyot qaytib kelib aeroportga texnik nosozlik tufayli. Lekin shunda ham bir inson uchun biz shuncha ovoragarchilik qilmaymiz deb samolyotni bortini eshik ochishmagan va samolyot yana bir bor ko'tarilib ketgan, ikkinchi marotaba. Amirsiz, tushunyapsizmi? Bu yigitsiz ko'tarilib ketgan. Agar Alloh xohlamasa, bir soniyaga hatto kiprik qoqa olmaysiz. Agar Alloh xohlasa, unga oson har narsa bo'lishi mumkin. Va amirsiz uchib ketgan o'sha samolyot ikkinchi marta nosozlikka uchrab qayta qo'nadi. Tushunyapsizmi? Alloh qudratini qarang. Ikkinchi marta ham qo'nadi, uchib keta olmaydi. Va natijada uchuvchi aeroportga aloqaga chiqib, "Men amirsiz uchib ketmayman. Ucha olmayapman" dedi. Tushunyapsizmi? Mana shu yigitsiz ucha olmayapman, havoga ko'tarila olmayapman dedi. Samolyotim yurmayapti dedi. Niyatni bir chiroyli qilib, Allohga bir tavakkal qilsangiz, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Amir ham juda ham niyati chiroyli qilgan va natijada 3-marta samolyotga chiqariladi. Amirni samolyotga chiqarishgandan so'ng samolyot bexatar, beshikast havoga ko'tariladi va haj safariga yo'l oladi. Shunchaki o'zingizga xulosa qiling do'stlar. Hech narsadan qo'rqmang. Allohga ishoning, Allohga tavakkal qiling, Alloh qudratiga ishoning. Alloh agar xohlasa, ol bandam desa, hech gap emas. Kim sizga qarshi chiqishidan qat'iy nazar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك